Salom, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shunday muhim bir mavzuni muhokama qilamanki, bu har birimizning hayotimizga, ayniqsa mulkimiz va shaxsiy moliyamizga bevosita ta'sir qiladi. Ko'pchiligimiz bu o'zgarishlardan bexabar, ammo ularga tayyorlanish shart. Ushbu ma'lumotni bilmaslik sizga qimmatga tushishi mumkin. Hatto mol-mulkingizdan ayrilib qolishingizga sabab bo'lishi ehtimoli ham bor. Shuning uchun iltimos, diqqat bilan tinglang va hoziroq kanalimga obuna bo'lishni, ushbu videoga esa like bosishni unutmang. Bu ma'lumotlar hayotingizni sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin, ayniqsa agar siz mulkka egalik qilsangiz yoki yaqin kelajakda shunday rejalaringiz bo'lsa. Oldinlari mulkchilikka oid hujjatlarni rasmiylashtirish yoki qaysidir davlat xizmatidan foydalanish ancha sodda, ba'zan esa biroz murakkab bo'lsa-da, bugungidek tezkor va raqamlashtirilgan emas edi. Masalan, uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, ko'pincha barcha qog'oz ishlarini yig'ib tegishli idoralarga shaxsan borishingiz, navbat kutishingiz va ko'plab blankalarni to'ldirishingiz kerak edi. Bu jarayon bir necha haftagacha, hatto bir oygacha cho'zilishi, ba'zan esa ortiqcha xarajatlarga, ya'ni norasmiy to'lovlarga olib kelishi mumkin edi. Odamlar ko'pincha o'z mulklarini yoki kelishuvlarni ro'yxatdan o'tkazishda ba'zi bo'shliqlar yoki qonunbuzarliklar mavjudligini bilishmasdi. Bu esa kelajakda jiddiy huquqiy muammolarga, masalan, noto'g'ri rasmiylashtirilgan uy-joyni sotish yoki meros qoldirishda to'siqlarga olib kelishi mumkin edi. Davlat organlari ham ko'pincha markazlashmagan ma'lumotlar bazalariga ega bo'lib, bu ma'lumotlar almashinuvini sekinlashtirar. Bir idorada mavjud ma'lumot boshqa idorada yo'qligi sababli qayta hujjat talab qilinishiga olib kelar edi. Endi vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat mulkchilik munosabatlariga oid qonunchilikni sezilarli darajada yangiladi va raqamlashtirishni kuchaytirdi. Yangi tizimga ko'ra ko'plab jarayonlar endi to'liq elektron tarzda amalga oshiriladi. Bu bir tomondan qulaylik, shaffoflik va korrupsiyaning oldini olish uchun muhim qadam bo'lsa, ikkinchi tomondan undan to'g'ri foydalana olmaslik yoki yangi qoidalarni bilmaslik siz uchun kutilmagan moliyaviy yoki huquqiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Asosiy o'zgarish shundaki, davlat endi mulkka egalik qilish, uni sotish, sotib olish, garovga qo'yish yoki meros qilib olish bilan bog'liq har qanday operatsiyani juda qattiq nazorat qilmoqda. Har bir tranzaksiya raqamli ravishda qayd etiladi va yagona tizimda aks etadi. Bu nima uchun muhim? Chunki endilikda agar sizning mulkingiz bilan bog'liq har qanday noaniqlik, hujjatlardagi nomuvofiqlik yoki qonunbuzarlik mavjud bo'lsa, u darhol aniqlanadi. Bu degani, endi eskicha ishlash usullari amalda yaramaydi. Bundan tashqari ba'zi mulklar uchun yangi soliq turlari yoki mavjud soliqlar uchun yangi hisoblash usullari joriy etildi. Bu esa mulk egalaridan soliq majburiyatlariga yanada jiddiyroq yondashishni talab qiladi. Bu har bir fuqaroni o'z mulkiga oid hujjatlarni tartibga solishga va yangi qonunlarga rioya qilishga majbur qiladi. Aks holda jiddiy oqibatlarga duch kelishi mumkin. Siz nimalarni bilishingiz kerak? Eng avvalo, mulkchilikka oid yangi qonunchilik deyarli har bir jismoniy va yuridik shaxsga ta'sir qiladi. Qonunchilikdagi asosiy o'zgarishlar mulk huquqlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibini soddalashtirish va shu bilan birga bu jarayonni raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish va mavjud bo'shliqlarni bartaraf etishga qaratilgan. Bu degani, endi mulkingizga oid har qanday ma'lumotni davlat xizmatlari markazlari orqali yoki ko'p hollarda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni MyGov.uz orqali onlayn tekshirishingiz va rasmiylashtirishingiz mumkin. Biroq bu soddalashuv ortida juda jiddiy majburiyatlar yotadi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda mulk hujjatlari to'liq rasmiylashtirilmagan shaxslar. Bu, masalan, uzoq yillar davomida bir xonadonda yashab, lekin uni o'z nomiga to'liq o'tkazmaganlar, meros orqali o'tgan mulkni rasmiylashtirmaganlar yoki xususiy turar joylarni rasmiy ruxsatsiz qurganlar bo'lishi mumkin. Keling bir necha aniq misollar ko'rib chiqaylik. Birinchi misol. Murod aka Toshkent viloyatining qishloq joylarda joylashgan uyida 30 yildan ortiq vaqtdan beri yashaydi. Bu uy unga bobosidan meros bo'lib o'tgan. Bobosining nomida kadastr hujjati bor edi. Lekin u vafot etgandan keyin Murod aka uyini o'z nomiga o'tkazish jarayonini tugatmagan. U shunchaki bobomdan qolgan uy, hech kim olib qo'ymaydi deb o'ylagan. Endi Murod aka o'z uyini sotib, shaharga ko'chib o'tishga qaror qildi. Notariusga borgach, unga hujjatlarning to'liq emasligi, ya'ni mulk huquqi uning nomida ro'yxatdan o'tkazilmaganligi ma'lum bo'ldi.
Yangi raqamli kadastr tizimi mulk egasining ma'lumotlarini to'liq aniqlaydi va bunday nomuvofiqliklar darhol tizimda aks etadi. Murod aka endi avvaliga merosni rasmiylashtirish, so'ngra mulk huquqini o'z nomiga o'tkazish uchun katta miqdorda davlat boji to'lashi, shu bilan birga butun jarayonni qayta boshlash kerak bo'ladi. Bu esa uning vaqtini va pulini sezilarli darajada sarflashga olib keladi. Agar u bunga kech qolsa, qonun bo'yicha belgilangan muddatlar o'tganligi sababli hatto sud orqali meros huquqini tiklashga majbur bo'lishi mumkin. Bu esa yanada murakkab va qimmat jarayondir. Ikkinchi misol. Shahnoza opa Toshkent shahrida 3 ta kvartiraga ega. Ulardan bittasida o'zi yashaydi. Qolgan 2 tasini esa doimiy ravishda ijaraga beradi. Ilgari u ijaradan oladigan daromadlarni har yili soliq deklaratsiyasi orqali qo'l mehnati bilan qog'oz shaklida e'lon qilardi. Endi esa yangi soliq rejimi va raqamli monitoring tizimi joriy etildi. Barcha mulklar yagona raqamli bazada ro'yxatga olingan va Shahnoza opaning 3 ta kvartirasi borligi aniq ko'rinib turibdi. Endilikda ijara shartnomalari elektron shaklda ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Agar Shahnoza opa ijara shartnomalarini elektron tizimda ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsa yoki daromadlarini to'liq ko'rsatmagan bo'lsa, soliq organlari buni bevosita aniqlay oladi. Unga nafaqat e'lon qilinmagan daromad uchun jarima solinadi, balki o'tgan davrlar uchun ham soliqlar qayta hisoblab chiqilib, penya bilan birga undirilishi mumkin. Hatto sud orqali mulkini musodara qilishgacha borishi mumkin. Agar soliq qarzlari juda katta miqdorni tashkil etsa, bu holatda yangi progressiv soliq tuzilishi uning har bir kvartirasi uchun soliq yukini oshishi mumkin. Ayniqsa, agar u yuqori daromad kategoriyasiga tushsa, uchinchi misol, Botir ismli tadbirkor 5 yil avval do'stidan norasmiy kelishuv asosida yer uchastkasi sotib olgan. U faqat oldi-sotdi qog'ozni yozishgan va notariusga bormagan. Bu yerda kichik savdo do'koni qurib, unda oziq-ovqat mahsulotlari sotishni boshlagan. Yangi raqamli xarita va kadastr ma'lumotlari tizimi joriy etilgandan so'ng Botirning do'koni ro'yxatdan o'tmagan yer uchastkasida joylashgani yoki qurilish uchun tegishli ruxsatnomalarga ega emasligi aniqlandi. Natijada unga noqonuniy qurilishni buzish yoki katta miqdorda jarima to'lab, barcha hujjatlarni qayta rasmiylashtirish talabi qo'yildi. Agar u bu talablarni bajarmasa, davlat o'z kuchi bilan do'konni buzdirib tashlashi va Botirga barcha xarajatlarni yuklashi mumkin. Bu uning biznesiga jiddiy zarar yetkazadi va katta moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi. 4-misol, Ahmad akaning otasi 5 yil avval vafot etdi. Uning ortidan katta hovli uy qoldi. Ahmad aka va uning 3 nafar ukalari bu uyda birga yashashni davom ettirishdi. Lekin uyning egaligini rasmiy ravishda bo'lishmadi. Ular hammasi yaxshi, kelishib olamiz deb o'ylashdi. Endi Ahmad akaning ukalaridan biri o'z ulushini garovga qo'yib, bankdan kredit olmoqchi bo'ldi. Banka borganda unga umumiy egalikda ekanligi va har bir ulushning rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tkazilmaganligi ma'lum bo'ldi. Yangi qonunlarga ko'ra, merosni ro'yxatdan o'tkazish muddatlari juda qattiq nazorat qilinadi va uzoq vaqt kechiktirilishi jiddiy huquqiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Endi Ahmad aka va uning akalari avvaliga marhum otasidan qolgan merosni rasmiylashtirish uchun notariusga borishlari, keyin har birining ulushini aniqlashlari va shu ulushlarni kadastr organlarida o'z nomlariga alohida ro'yxatdan o'tkazishlari kerak. Bu jarayon bir necha oyga cho'zilishi va ular uchun qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu bilan birga ukasi kredit olish imkoniyatini ham boy beradi. Kim xavotir olmasligi kerak? Umuman olganda, agar sizning mulkingizga oid barcha hujjatlar to'liq tartibda bo'lsa, ya'ni mulk huquqingiz qonuniy ravishda davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'lsa, siz yagona egasi bo'lsangiz va barcha soliq majburiyatlaringizni o'z vaqtida bajargan bo'lsangiz, xavotirga o'rin yo'qdek tuyuladi. Biroq men sizni shunga chaqiraman, hatto eng tartibli hujjatlarga ega bo'lsangiz ham, baribir bir marta bo'lsa ham ularni qayta ko'zdan kechirishni va yangi tizimlarda mulkingizning holatini tekshirishni tavsiya qilaman. Axir kutilmagan nomuvofiqliklar har doim ham yuzaga kelishi mumkin. Masalan, arxiv ma'lumotlarda xatolar, texnik nosozliklar yoki hatto inson omili sababli ba'zi ma'lumotlar noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Endi esa istisnolarga, tuzoqlarga va ko'zga ko'rinmas nozik jihatlarga to'xtalib o'taylik. Ba'zi mulk turlari yoki shaxslar uchun qonunchilikda istisnolar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, kichik dehqon xo'jaliklari, ayrim turdagi qishloq xo'jaligi yerlari, xorijiy fuqarolarga tegishli mulklar yoki davlatning maxsus qarori bilan ajratilgan obyektlar
uchun alohida tartiblar belgilangan bo'lishi mumkin. Biroq bu istisnolar juda kam va ularni aniqlashtirish uchun doimo tegishli davlat organlariga murojaat qilish shart. Ularga ishonib umumiy qoidalarni e'tiborsiz qoldirish xato bo'ladi. Tuzoqlarga kelsak, odamlar ko'pincha quyidagi umumiy xatolarga yo'l qo'yishadi. Birinchi xato: eski ma'lumotlarga tayanish. Ko'pchilik mening hujjatlarim o'tgan yili joyida edi, demak hozir ham shunday deb o'ylaydi. Lekin qonunchilik o'zgaruvchan. O'tgan yili dolzarb bo'lgan ma'lumotlar bugun eskirgan bo'lishi mumkin. Yangi qonun, qaror yoki vazirlar mahkamasi nizomi kiritilgan bo'lsa, u sizning mulkingiz holatiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Masalan, 2023 yilda uyingizning kadastr qiymati bo'yicha hisoblangan mulk solig'i 2024 yilda yangi baholash usullari tufayli tubdan o'zgarishi va bir necha barobar oshishi mumkin. Ikkinchi xato: rasmiy manbalarni tekshirmaslik va norasmiy vositachilarga ishonish. Ba'zilar ijtimoiy tarmoqlardagi tez va oson hujjatlashtirishni va'da qiluvchi shaxslarga yoki oddiy gap so'zlarga ishonib qolishadi. Bunday yordam ko'pincha katta moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi. Chunki ular sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni suiiste'mol qilishlari yoki hujjatlaringizni noto'g'ri rasmiylashtirishlari mumkin. Doimo davlat xizmatlari markazlari, kadastr agentligi, notariuslar yoki yagona davlat xizmatlari portali kabi rasmiy kanallardan foydalaning. Uchinchi xato: muddat o'tgan hujjatlar. Masalan, uzoq muddat oldin berilgan kadastr pasportlari yoki mulk huquqini tasdiqlovchi ba'zi hujjatlar, agar ularda texnik xatolar bo'lsa yoki mulkning holati o'zgargan bo'lsa, yangilanish talab qilinishi mumkin. Masalan, sizning uyingizga qo'shimcha bino qurilgan bo'lsa-yu, bu haqda kadastr hujjatlariga o'zgartirish kiritilmagan bo'lsa, u holda yangi tizimda uyingizning haqiqiy maydoni va kadastr ma'lumotlari o'rtasida nomuvofiqlik yuzaga keladi. Nozik jihatlarga kelsak, ular juda ko'p. Birinchidan, kadastr hujjati va mulk huquqi guvohnomasi o'rtasidagi farqni tushunish muhim. Ko'pchilik bu ikki tushunchani bir deb o'ylaydi. Kadastr pasporti bu mulkning texnik xususiyatlarini, ya'ni maydonini, joylashuvini, xonalar sonini va boshqalarni tavsiflovchi hujjat. U mulkning pasporti hisoblanadi. Biroq mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat bu alohida. Mulk huquqi faqatgina davlat ro'yxatidan o'tkazilgandagina huquqiy kuchga ega bo'ladi. Ya'ni sizda kadastr pasporti bor bo'lsa ham, agar mulk huquqi davlat reyestrida sizning nomingizda ro'yxatdan o'tkazilmagan bo'lsa, siz qonuniy egasi hisoblanmaysiz. Bugungi kunda bu reyestrga kiritilgan ma'lumotlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ikkinchidan, raqamli imzoning ahamiyati. Bugungi kunda ko'plab davlat xizmatlari, jumladan mulk bilan bog'liq jarayonlarni onlayn amalga oshirish uchun sizga elektron raqamli imzo kerak bo'ladi. Uni olish va undan to'g'ri foydalanishni bilish juda muhim. Bu sizning shaxsiy imzongizning raqamli ekvivalenti bo'lib, uning yordamida hujjatlarni elektron tarzda imzolashingiz va yuridik ahamiyatga ega tranzaksiyalarni amalga oshirishingiz mumkin. Uni olish davlat xizmatlari markazlari yoki soliq inspeksiyalari orqali amalga oshiriladi. Uchinchidan, idoralararo ma'lumotlar almashinuvi. Ilgari har bir davlat organi o'zining alohida ma'lumotlar bazasiga ega edi. Endi esa bu ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan integratsiya qilinmoqda. Ya'ni ular o'zaro ma'lumot almashadi. Bu degani, agar siz bir organga noto'g'ri ma'lumot bersangiz yoki hujjatlaringizda nomuvofiqlik bo'lsa, bu boshqa organda darhol aniqlanadi. Masalan, soliq idorasidagi ma'lumotlar kadastr agentligidagi ma'lumotlarga mos kelmasa, tizim darhol ogohlantiradi. Bu shaffoflikni oshiradi, lekin sizdan hujjatlaringizning har doim to'liq va aniq bo'lishini talab qiladi. Oxirgi muhim jihat raqamli savodxonlik. Yangi tizimlardan samarali foydalanish uchun albatta kompyuter va internetdan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishingiz kerak. Agar sizda bu ko'nikmalar yetarli bo'lmasa, yaqinlaringizdan yordam so'rashdan tortinmang yoki davlat xizmatlari markazlaridagi mutaxassislarga murojaat qiling. Endi esa eng muhimi, siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yish lozim? Birinchi qadam, mulk hujjatlaringizni, jumladan kadastr pasportingizni va mulk huquqi guvohnomangizni diqqat bilan tekshirib chiqing. Barcha ma'lumotlar to'g'ri ekanligiga va hujjatlarning haqiqiyligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir shubhalaringiz bo'lsa, darhol choralar ko'ring. Ba'zan hujjatlarning nusxasi aslidagidan farq qilishi yoki eskirgan bo'lishi mumkin. Hujjatlarning eng so'nggi versiyasi sizda ekanligiga ishonch hosil qiling. Ikkinchi qadam,
MyGov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali veb-saytiga kiring. O'zR elektron raqamli imzo orqali tizimga kiring va mulkingizga oid barcha ma'lumotlarni tekshiring. Bu yerda siz o'zingizga tegishli mulklar ro'yxatini, ularning kadastr ma'lumotlarini, soliq qarzdorligini va boshqa muhim ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Agar sizda eri bo'lmasa, uni davlat xizmatlari markazlaridan bepul olishingiz mumkin. Portalda mulkingiz to'g'risidagi ma'lumotlar, uning maydoni, kadastr raqami, unga yuklangan cheklovlar, masalan, garovda ekanligi haqida to'liq axborot beriladi. Agar sizning nomingizda birorta mulk ro'yxatdan o'tkazilmagan bo'lsa, lekin aslida sizga mulk tegishli bo'lsa, bu signaldir. 3-qadam. Agar MyGov.uz portalida yoki hujjatlaringizda qandaydir nomuvofiqliklar, xatolar yoki to'liqsizliklar aniqlansa, darhol tegishli davlat organlariga murojaat qiling. Bu kadastr agentligi, davlat xizmatlari markazlari yoki notarius idorasi bo'lishi mumkin. Murojaat qilayotganda barcha mavjud hujjatlaringizni o'zingiz bilan olib boring. 4-qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Odatda quyidagilar talab qilinishi mumkin. Pasportingiz, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, o'l soti shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, privatizatsiya qarori va boshqalar. Oilaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, kadastr pasporti va boshqalar. Bu hujjatlarning har birining asl nusxasi va notarial tasdiqlangan nusxasi kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam. Arizani to'g'ri yozish. Davlat xizmatlari markazlarida yoki MyGov.uz portalida tegishli arizalarni to'ldirish uchun blankalar va namunalar mavjud. Agar o'zingiz to'ldira olmasangiz, markaz xodimlaridan yordam so'rang. Arizada mulkingizning barcha ma'lumotlari, aniqlangan nomuvofiqliklar va sizning talabingiz aniq va tushunarli tarzda aks ettirilishi shart. Masalan, mulk huquqini o'z nomimga rasmiylashtirishda yordam berishingizni so'rayman. Chunki meros ishi tugatilmagan yoki kadastr ma'lumotlarida xato bor, uyning maydoni noto'g'ri ko'rsatilgan kabi aniq bayonotlar bo'lishi kerak. 6-qadam, muddatalarni esda tuting. Ba'zi jarayonlar, masalan, merosni rasmiylashtirish uchun qonun bilan belgilangan muddatlar mavjud. Bu muddatlarga rioya qilmaslik qo'shimcha muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, merosni qabul qilish uchun marhum vafotidan keyin 6 oy ichida notariusga murojaat qilish zarur. Agar ushbu muddat o'tib ketgan bo'lsa, merosni qabul qilish faqatgina sud orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu esa ancha murakkab va vaqt talab qiladigan jarayondir. 7-qadam, qayerdan yordam olish mumkin? Agar siz jarayonlarni o'zingiz amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, davlat xizmatlari markazlari xodimlaridan, notariuslardan yoki malakali yuristlardan huquqiy yordam olishingiz mumkin. Ba'zi hollarda bepul huquqiy maslahat beruvchi tashkilotlar ham mavjud. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, yangi davr yangi talablarni qo'ymoqda. Mulkingiz va moliyaviy barqarorligingizni himoya qilish uchun bugundan harakatni boshlang. Barcha hujjatlaringizni tekshirib chiqing, yangi qonunlarni o'rganing va kerakli choralarni ko'ring. Esingizda bo'lsin, bu faqatgina majburiyat emas, balki sizning kelajakdagi xotirjamligingiz va moliyaviy xavfsizligingiz garovidir. Erta bajarilgan kichik bir harakat keyinchalik katta muammolarning oldini oladi. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos unga like bosing, kanalimga obuna bo'ling va eng muhimi, bu mavzu bo'yicha o'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun qadrli va boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat va doimo tayyor turing.